بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى القول في الموصى به والنظر في جنسه وقدره الموصى به vasiyat qilingan narsa deydi va shuningki jinsi turi va miqdori amma jinsuhu fa innahu muttafaqu ala jawaz al-wasiyati fi ar-riqab riqab deganda biz shu narsaning o'zi ayni degan to'p masalan zimin bo'lsa shu ziminning o'zi uy bo'lsa uyning o'zi deganda yo'q shu narsaning o'ziga egolashni vasiyat qo'ysa bo'ldiganligiga olimlar ittifoq keldi واختلفوا في المنافع فايدن شق حقوق degandek mushunda manfaatni vasiyat qilib qo'yib qo'ysa fuqarolar sonining ko'pchiligi dalika jaiz. Mesela mavla ketib qolsam faloni ma'uda bir oy turib olsin degandek. Jumhur jaiz deb turishdi. Va qala ibn Abi Layla va ibn Shubruma va ahli zohir al-wasiyatu bil manafi' batila. Bular manfaatni vasiyat qilishgan batil, unda ish bo'lmaydi. Yani bu o'lib ketgandan keyin buning igidorchiligi meros, egilarda bo'ladi. Buning egisi boshqa, foydalanishi boshqadan unda bo'lmaydi. Kim meros qolgan bo'lsa, shuning igidorchiligi bo'l. Shu ba'sa bo'lmasa bo'lmaydi. Wa amdatul jumhur anna al-manafi'a fi ma'na al-amwal. Manfaat foyda degan bu mol-mulk ma'nosida shuni o'xshash deb qiyos qiladi. Buning dalili hozir qiyos jumhurning. Wa amdatu ta'ifati thaniya anna al-manafi'a muntaqilatun ila milkil warisi. Manfaat bu mirosxo'rning mulkiga yutkilib ketadi. Chunki shu narsaning raqobi o'zi shu varisninki mulkiga yutkilgan ekan, u foydalanish haqqini bilib yutkilib ketadi. لأن الميت لا ملك له. ميتنا إذا سقمده فلا تصح له وصية بما يوجد في ملك غيره. Lakin o'zining igdorchiligi shuna tuggan ekan, boshqalarning igdorchiligida bo'lgan narsaning foydalanish haqqini u vasiyat qilish haqqi bo'lmaydi dedilar. Lekin buni vasiyat qilgan chog'da o'zining igdorchiligi deb vasiyat qilgan chog'da lekin foydalangan chog'da o'zining igdorchiligi boshqalarning igdorchiligi deydi. وإلى هذا القول ذهب أبو عمر بن عبد البر. بداية المجتهد من مؤلفه كب فايدلنغان معلومات ألدغان أساس منبع قينق قيغان الاستذكار دي كتاب مؤلفه أبو عمر بن عبد البر محدث فقيه مالكي مذهب ألدغان مش قراشقا مش ابن عبد البر مايلولار شو قراشن تتلين bu hamda Abu Umar ibn Abdulbarning tarjihi. Lekin hamda amaliyot qarasak va ikkinchi qarashlar muvofiq. Bu igdorchiligi boshqadan o'tsa, u foydalanishni u bunda vasiyat qila oladi. Wa amma al-qadru fa inna al-ulama ittafaqu ala annahu la tajuzu al-wasiyatu fi akthara min ath-thuluth liman taraka waratha. Endi vasiyat qilgan narsaning miqdori qanchalikdan oshmasligi kerak degan masalaga kelsak, olimlar mirosxo'rlari ba'dimlab qolsa 3/1dan ortiq vasiyat qilsa bo'lmaydi. Yoki kuchga ega emas, ilati juzgina kuchga ega emas deb qaradi. Mirosxo'r bo'ldi ekan 3/1dan oz miqdorda vasiyat qilganni mirosxo'rga qoldirishi lozim. Vaqtalafu fi man lam yatruk warathatan mirosxo'r faqat yo'q odam bo'lib qolsa, bunda ixtilof qildi. Va fil qadr al-mustahab minha. Yana qanchalik miqdor bo'lsa, eng mustahab, mandub miqdor bo'ldi. Masalan, 3/1dan tuvan vasiyat qilish haqqi bor edi. 3/1dan tuvan deganda 4/1, 5/1, 6/1 qadamda ketaydi-ku. Qaysi afzal bo'lsin? Qaysi miqdor afzal bo'lsin ixtilof qilishgan. Mirosxo'rlar rozi bo'lsinmi? Vasiyat qilsin. Biz jumhurning qarshida joiz o'tdi. Hozir bu mirosxo'rga vasiyat qilishmi, mirosxo'rda yatadangi bu. Ya shu. Mirosxo'rni yatadanga mirosxo'r rozi bo'lsin, bo'lmasin 3/1 doirasida vasiyat qilish bo'ldi dedik. Endi
Merasxo'rning üzgüçü Cumhur alimlar başkalar razı olsa buldu dedi. İlla yüzsel varata diyen rivayetine asasını tutup Cumhur buldu dedi. Merasxo'rlar ma'qul kelsa razı olsa buldu dedi. Başka asal alimlar bulmaydı dedi. Merasxo'rning başka yatadanga 3dan 1dan ortiq miqdorda bo'lsa kuchga ega emas dedi. Başkalar sigarası razı olsun. Razı olsun bo'lsin 3dan 1dan ortiq nima qilish bo'lmaydi dedi. Çünkü razı bo'lgan taqdirda shu Merasxo'rni yana quruq qo'ymaslik lozim. Alloh taolo xuddi bekatga ibodat qilmaslik. Hal huwa thuluthu aw dunahu? Yani mustahab bo'lgan azr. 3dan 1 va undan az bo'lishi kerak. Unda 3dan 1 degan shu mustahabmi yo 3dan 1 az bo'lishi mustahabmi? Bunda ixtilof bo'ladi. Wa inma sara al-jami'u la anna al-wasiyata la tajuzu fi akthar min al-thuluth. Yani hamma olimlar mana 3dan 1dan ortiq vasiyat qilish kuchga ega emas deb qaradi. Liman lahu warithun mana merasxo'rlar bor kishi uchun. Bima thabata anhu sallallohu alayhi vasallam annahu ada Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu faqala lahu ya Rasulullah qad balagha minni al-waja'u ma tara wa ana dhu malin wa la yarithuni illa ibnatun li afa atasaddaqu bi thuluthay mali. Bir qizim bordi. Bütün mal-mulkim 3dan 2kisini sadaqalaymi? Faqala lahu Rasulullah sallallohu alayhi vasallam la. Faqala lahu Sa'd fa-shatr. Yani yerimini qala la. Thumma qala Rasulullah sallallohu alayhi vasallam as-thuluthu wa-thuluthu kathir. Yani bir rivayette kabir. İnnaka an tadara warathataka aghniya'a khayrun min an tadarahum alatan yatakaffafuna an-nas. Yani merasxo'rlarni bayalat qoldirib qo'ygan kishilarga qo'l uzatib tilab yuradigan namrat holatda muhtoj holat qoldirib qo'ygandan yaxshi dedi. Yani o'shada hozir 3dan 1 deb bekitishningki illatini o'shadis bayon qildi. Yani merasxo'rlarni muhtoj tashlab qo'ymaslik uchun uni bayolat qilgan yaxshi dedi. Mayli boy olsun, boy olsun. Bayning cheki yo'q, uni boylikni. Baylikning cheki yo'q da buni. Mesela normal bir adam var, 100 bin koy biraz kaldırıp koysa kılacak hesaplandı. Balları olsa 50 bin koydu burada olsa kılacak baysa. Yani bir adamlar 100 milyon kaldırıp koysa balların 50 milyon burada olsa yani o çıkmaz. Yani her bayının uzun mustavasıdaki bir nümu var. Ölçüm. Evet, yaşıyorlar ama illet yapılan kalsa başka. Bulmayı da durup dadır. Cumhur, o şehadiske asasını durup, suluhta bikti. Suluhta biktikendikin bulmaydı o da. Ama suluhta biktisine Resulullah bir yerde illet gözü koydu. Yani bayağı halis koyup. Yani oğlu zaten kısa dua olsun yana kaldırıp geldi. O pul cıkmaydı var ya. Pul kaldırıversin. Bu muttefakın aleyhidir. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem belki sen uzun yaşayışın mümkün. Senin kulağında cıkkavlarının mertebesini götürüşü mümkün. Cıkkavlarının mertebesini uçuruşu mümkün. Da Sa'd ibn Havlaga Resulullah Mersi'ye okuydu. Mekke'de ülep gitkerlikiden. Da hadisinin ayağı var. Keyin Resulullah'daki Sa'd ibn Abi Waqqas radıyallahu anhu uzun müddet yaşayan Yermuk, Qadisiyye degandek nurgun kaptı. Canlıya katlaşıp meşanını katı kıygan. Nurgun kişilerge payda ettirgen enda vaqadı. Resulullah'nınki şu digin boyunca şuna doğru. Fasara an-nasu li makan hada al-hadith. Bu hadis boğaçqa alimlar unda qarda ila anna al-wasiyata la tajuzu bi akthar min al-thuluth. 3dan 1dan ko'p bo'lmaydi. Rasulullah yaqda turgan. La, yerimin ismi yaqda turgan. Axiran al-thuluth tablaq va al-thuluth kathir. 3dan 1dan taqjaq. ده اشتملون آية تاسمة بالكيندك واختلفوا في المستحب من ذلك ما قادر ما يادك إجماع واكي ومراس كل رازوسن بومسن يجيب نقمن ده وده بر اختلاف الناس كمان أما اتفاق اشتم بردن أرض بس تصرف كلام ما يسأل سبب وبدو غادي كم ومالملك مراس كل الله نوع بيزو أنا نمشي مراس كل الله رسيد كيس ما يلد ده çünkü bu vasiyet kılısın kumusun şu mirasxo'rlik qildi shu davrdan chiqmaydi u. Lekin ba'zi mirasxo'rlar az bo'lgan taqdirda o'sha chambarning shiriklikni ham tegadigan bo'lgan mayli dedi. Unda hozir ma'noda chambarning sirtiga chiqiradigan desa yo 3dan 1ni chiqarib olasiz boshqani chiqara olmaysiz deb Alloh taolo belgiladi. Vaqtalafu fil mustahabbi min zalik.
3'ten 1'den tatib 4'ten 1, 5'ten 1, 6'dan 1 yıl evzli qaysa degan ixtiloflashdi. Fazahaba qawmun ila annahum ma duna thuluth. Bazı alimlar 3'ten 1'den azlığını şu mustahab. Thuluthni katir dediği, katir yani kim 3'ten 1'den bön olsa, kim bu? Ruba mesela. Al-khumus, as-sudus diyen bu da afzal deb qarabdi. لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث والثلث كثير يعني برواية كبير وقال بهذا كثير من السلف سلف لادن كبر قسمه مش قرشتا بوغان قال قتادة أوصى أبو بكر رضي الله عنه بالخمس وأوصى عمر رضي الله عنه بالربع والخمس أحب إلي. Abu Bakr radıyallahu anh 5'ten 1'ni vasiyat etgan. Umar radıyallahu anh 4'ten 1'ni vasiyat etgan. Va 5'ten 1 bana suyumli degan o'xshaydi. Umarning so'zi deymi bu? Nima? Ya'ni bu Qatadaning so'zi emas. Nima? Asli isbatmi? Qatadaning tarjihi. Demak Abu Bakrninki shu bakrak yaxshi qilinglar demoqchi. 5'ten 1 azroq qilsa yaxshi edi. وأما من ذهب إلى أن المستحب هو الثلث أمد üçten bir yılmış şu en evzile diyen alimler çoğu فإنهم اعتمدوا على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعل لكم في الوصية ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. Allah Teala senin emellerini aşırıp bırdıgan bir nasip qiladi. Mal mülkünlerin 3'ten 1'ini o'zing xohlagancha bir savobga erishadigan bir narsa qiladi. Masalan, bu odam hayotida yaxshi qilmay, Allohga xizmat ashunda dunyo halakligida ketib qolgan bo'lsa, ochchidan o'lamuslar ko'z ko'rgan chog'da o'shanisi bilan pul xajolat deb qolsa, bu birga fursat o'g'irlagan 3'ten 1'da sen imkoniyating bor. Alloh yo'lida xizmatsa boshqalarga sadaq şeklinde bir ötemse 3'ten 1'ni tasarruf kılalaysa ya müşahidisini delil tuttu. Ya 3'ten 1 de müşahidis bekti. Unda yukarı kadesini delil bulaladı. As-sulus da bekti o Resulullah. Geç kathir diyen bolsunuz ki as-sulus da bekti. Bekti Resulullah'ın acı bekti ki ne? Şu evzel demektir. Ve hâdel hadîthu da'ifun anda ehlil hadîth. Yani bu hadis acizdir. Yani etiraz aciz. Senet cihetten aciz. Yani alimlar bunu başka yollardan şunda rivayet kılgan bunu hemen şunda cümlesak cıllanıp kılıp Hasan dersizki yetidu deyişi mümkün. Hasan dersizki apağını buldurmuş. Deki yukarı hadis muttefakın aleyhi soğanıken Resulullah thulusu değil mi? Bu thulusununki müstahaptikiga aşk delil bularıydı. Ya de başka karıştırma delil bularıydı. Çünkü Resulullah thulus dedi. Yani başlandıgan çek sulusun başlandı. Degan sulus kathir degandan bu jiq degandan undan sulusun azroq bo'lsa yaxshi ekan degan gap chiqdi. Lekin sulus so'z joiz. Wa thabata an ibn Abbas radhiyallohu anhuma annahu qala law ghadda an-nas fi al-wasiyyati min ath-thuluth ila ar-rub'i lakana ahabba ilayya. Nima? Ibn Abbas radhiyallohu anhuma kishilar vasiyat qilishda 3'ten 1'ni qilmay 4'ten 1'ga tushirib qilgan bo'lsa, bu menga nisbatan taqim suyumlikda. Demak, bu shuma ruba afdal demoqchi. Lianna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qala as-thuluthu was-thuluthu kathir. 3'ten 1'ni ko'p taqa. Ya'ni kim 4'ten 1'ga tushsak, bu afzal degan gap chiqadi. Albatta Abu Bakr va Umarning qilg'ishi 4'ten 1 va 4'ten 1dan tuvan. Ama navoni kim aşırma ham yaxshi tushungan sahablar o'g'ashqa 4'ten 1'ni tartib 5'ten 1 desek shu to'g'ri chiqadi ekan. Va amma ixtilafun fi jawaz al-wasiyati bi akthara min ath-thuluth liman la waritha lahu. Mirasxo'r yo'q kishilar mirasxo'r bo'lgan bo'lsa 3'ten 1da bekitgan, tamom. Chunki mirasxo'rlar muhtojlar qolmasin, boylikqa erishsinlar. Mirasxo'r bo'ladi yo'q ekan. Ona keyin hamma shunday vasiyat qilsa bo'lamdi degan masala. فإن مالكا لا يجيز ذلك والأوزاعي بلا يا جائز ما سبق. واختلف فيه قول أحمد وأجاز ذلك أبو حنيفة وإسحاق. أبو حنيفة لن إسحاق من راهوي بلا مرسخر يوكشلاجا bütün malını ya ki 3'ten 1'inci qira vasiyat qilish joiz debdi.
وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه. فأولكم ابن مسعود söz bo'lgandikan, qanday bo'ldi? Ajjalli qildi. Ba'zi bir sahabining qildi. Ama lekin boshqaning o'zida sahabining so'zi yo'q bo'lishi mumkin, boshqa umumat bilan qiyos bilan dalil qilish mumkin. وسبب الخلاف هل هذا الحكم خاص بالعلة التي علله بها الشارع أم ليس بخاص؟ قال talash tasmin sababi shariat, yani Alloh taolo va uning rasuli illat ko'rsatgan. Antazarhum aghniyada. Undan ekan 3dan 1 degan hukm mush illatga chetishlik emasmi? Va huwa alla turka warathatahu alatan yatakaffafuna an-nas. Bu illat o'smi merasxo'rlarni kishilardan tilaydigan muhtoj holatda qo'yib qo'ymaslik. Kama qala sallallohu alayhi vasallam innaka antazara warathataka أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فمن جعل هذا السبب خاصا وجب أن يرتفع الحكم بارتفاع هذه العلة. هنا البيان مش حكم خاص ميراث خورlar muhtojlab qolgan ahvolda, miras xor bachaqda 3dan 1 degan gap bordi. Miras xori yo'q bo'lsa 3dan 1dan olib ketsin bo'ldi. ومن جعل الحكم عبادة وإن كان قد علل بعلة. أنا أشندا إلت بوسم الميراث خدرنا نمرات tashlab qo'ymas shu degan illat deyilgan bo'lsa-mu, lekin bu ibodat tusini ag'in bir hukm deb qarasa, u chaqda shu ishdan birdan qilmaydi degan gap chiqdi. Aw ja'ala jami'al muslimina fi hadha al-ma'na bi manzilati al-waratha. Yoki miras qolgan butun musulmonlar miras qolgan o'rnida Beytul Mal'un nasabtuğu varis bayan degan gap shu. Miras qurba. Bu bo'lsa-mu umum musulmonlar jamoati. Davomga miras qurbani. Qala la tajuz wasiyatu bi itlaqin bi akthar min al-thuluth. Davomga mutlaq, ya'ni miras qurba deydi, yo'q deydi, har qanday holda 3dan 1dan ortiq vasiyat qilish bo'lmaydi. Bu shu ikkinchi qarash shu to'g'ri bo'lishi kerak. Biz Mas'uddan anda ketganda, Abu Hanifa va Ishaq. Yani İbn Mas'uddan kelgan bo'lganidan, bu sahabining so'zi bilan bu qarash yollanadi. Abu Hanifa va Ishaqning qarashi. Baş sahabının da bir mükemmel borsa. El-kavlu fil ma'na allazi yadullu alayhi lafzul vasiyye. Vasiyet degan so'z ifodalaydigan ma'na haqida, mazmun haqida. Wal wasiyatu bil jumlati hiya hibatu rajuli ma lahu li shakhsin akhara. Hozir vasiyani ta'rif qilyapti. Jama asli qanday qilish kerakda? Vasiyani ta'rifini boshqa qilishlar. Dastlabda qilishlar. Hozir unda lazım olan joy qiladi. Bosh qilib qo'ysa, boshni tartib vasiyat deganni bunda tushunish. Hozir tadqiqotda har qanday bahs emas. Kitobul vasiyat, vasiyat to'g'riliq bir narsa yozmoqchi bo'lgan kishi, vasiyat degan lug'atan va shar'an boshlan buni ta'rif qiladi. Bundan keyin boshini tushunamiz. Ta'rif yo'q edi. Asosiy. Ya maktab ba'zi yerda bosh ta'rif qildi. Lekin bu o'rinda hozir bir yo'l berib qo'ygandan keyin vasiyatni ta'rif qiladi. İbatur raculi malahu li şahsin ahiratı. Ev li eşhasin, bir şahs olsun, bir qan şahs olsun, bunu bir vetişsin. Qaçan bir vetiş? Ba'da mevtihi. Ölüp ketkendan keyin bir vetken bo'ldi. Lekin o'lmasa o'zi chiqmaydi. Ev itqu gulamihi, yoki qulum azab, xuddam bu mudabbardan do shunga o'xshashi. Vasiyat qo'yilmasin. Ma'lum ketsamiz ma'qul azab emas, bu mudabbar degan ma'noda. سواء صرح بلفظ الوصية أو لم يصرح. وصية degan so'zni qiysin qilmasin, mush mazmunni ifodalaydigan bo'lsa, vasiyat o'ziga qiladi. Masalan, to'y ishlarda masalan biz ba'dim oldim degan so'z bo'lsa, hatta o'zim masalan bu bosh so'zni nikoh bo'ldi deymiz-ku. Mush vasiyat hozir dagalik ifodalaydigan bir so'z bo'lsa, bo'lib ketgandan keyin bagalikni islom o'ziga qiladi. وهذا العقد عندهم هو من العقود الجائزة باتفاق. مش توختم hazır. Hammalarning ittifoq bo'lgan qarashida bu jaiz deydi. Jaiz deganimizda yeni bo'lgan. Yani lazım emas demakchi. Yani anna lil musi an yarji'a fi ma awsa bih. Yani shu vasiyat qilgan kishi vasiyat qilgan narsaning yeni vasi bo'lgan to'xtam bu deb bu ittifoq. Yani hammadan yeni vasin yoki bir qismidan yeni vasin.
إلا المدبرة فإنهم اختلفوا فيه. فقط المدبرة قل نعم من دينكين قاسم شو أزلت مثلا قاسا فإنهم اختلفوا فيه على ما سيأتي في كتاب التدبير. مدبرنا أحكام الخاص وغن كتاب التدبير ده بنا بحث المثل وده اختلاف باقي. وأجمعوا على أنه لا يجب للموصى له إلا بعد موت الموصي. وصيت قلت وصيت قيغان كي وده المسجد كده سلاش وصيت قيغان ناس كاسم اسم ترى يعني من هو غندو دبلام أكيد غادر. إذا كنت كنيك عندن وادنا ملكي جوتده ومسا ينلم شو يجستن كيه. واختلفوا في قبول الموصى له هل هو شرط في صحتها أم لا. برسي وصيت قلت لكن وصيت قلمغان كشي قبول قلش كرك مو قبول قلش كرك مو. biz hibada qabul qilish qilmaslik to'g'risida to'xtalgan. Ma'nodami ixtilof bor. Yani İmam Malik aytdi, qabul Musa lahu iyaha shartun fi sihhatil vasiyya. Qabul qilsa andin bu vasiyat to'g'ri bo'ldi. Qabul qilmasa to'g'ri bo'lmaydi. Davlatda İmam Malikning mazhabida tafsiliy qaraydi. Agar muayyan kishi bo'lib qolsa, qabul qilish lozim. Qabul qilmasa bo'lmaydi. Muayyan kishi bo'lmay ma masjidga ma bir jamiyatga qarasa xavat gazetchilar maktabiga mandan o'qib qolsa o'chada o'zishidan u ashu organninki o'tak shaxs bilan umum bir organdan ayrıydi Imom Malikning qarashi miyada unda mutlaq deb qo'yibdi lekin ibn qabul qilish degan shu qarash tutdiq o'tgandan dedi tamam shartdir yani qabul qilishga bog'liq. Lekin xolmagan bir odamning mulkiga binasini chigizib qo'yilgan. Chunki bu hiba deganning bir tarafdan yana musulda minnati bo'lib qolgan. Ama al-yadul awliya farmana sufla wala bandunun ba'junda bo'lib qolgan. Bundan aslogan ekan, bu odamga shuna binas bir qo'yishlar undan o'zini cho'ng tutib nima qildigan ish bo'lib qoldi. Shuni yo'q ammayma deb rad qilishlar. Çünkü onun karta bir iltizam bulup kaldı. Lakin hasılat kılıyorsa buradan anlaymadı. Şart tamam diyen. Şart tamam diyen meyada hazır şart sahih götürdü. Peki bu şuna muayyen gayr muayyen de ayırgan olmalı. وروي عن الشافعي أنه ليس القبول شرطا في صحتها. İmam Şafii'nin bunda rivayet geldi değil. Davulga hozir İmam Malik bilan jumhur birga bo'lish kerak. Jumhur shu chaqda shart sihhat deb turganida bu. Lekin yerda İmam Malik bilan birga jumhur bor. İmam Shafii'dan shart sihhat emas degan rivoyat kelib qoldi. Hozir İmam Shafii jumhurning qarshi bilan bunda bo'lib qoldi. Va Malik shabbahaha bil hiba. İmam Malik hibaga o'xshatdi. Bu hiba bilan. Yani çünkü bunun tarifini bu hiba dedi. Tarifida hiba dedi. Lekin mudaf lima ba'dan mavt. الجنين قلنا تيجي غالبا القول في الأحكام وهذه الأحكام منها لفظية ومنها حسابية ومنها حكمية أنا مش وصيتنا أحكام لنا سدا شو لفظي مناسب أحكام با حساب باش مناسب أحكام با حكما نسالة شيئاتن شو تشلق أحكام الوالد فمن مسائلهم المشهورة الحكمية اختلافهم في حكم من أوصى بثلث ماله لرجل وعين ما أوصى له به في ماله مما هو الثلث. Yani üçten birden hükmü bulandı bulundu diyen bir mesele. Üçten birine bir sivasiyet. Bu şu üçten bir buldu bir öyle mesele. Bu şu böyle bu üçten biri buldu da üzü bunu bitip koyar. Bu şu üçten bir melim bu şu öyle mesele bunu da bitip koyar. Bu avamken Aş bekçi hesaplandı. Ya ki bu bekçi hesaplama üçten birini biz yanında bekitip kayı yerde kılamdı. Aslında öyle bekçi koydu. Hani miras kurla kopamdı da bunun da bir dava aktar. Bu dava miras olsun mümkün ya ki özümüzde dava kılıp çıkılmasın. ذلك الذي عينا أكثر من الثلث. Bu tarih o üçten bir de ma oyunu buyurup biripti. Bu şu oyunu bekitipti. Lakin bu oy üçten birden çıkıldı. Bizden hakkımız var. فقال مالك الورثة مخيرون بين أن يعطوه ذلك الذي عينه الموصي أو يعطوه الثلث من جميع مال الميت. İmam Malik hazır ihtiyarlıklı vermez de koydu.
Mirasxo'rlarning ixtiyorligi bor. Xolsa vasiyat qiluvchi bekitib bergan ashinasini o'zini birdi bo'ldi. Yoki xolisa qoldirib ketgan butun iqtisodning 3dan 1ni o'zi bekitib, ayirib, qolgan yerda birdi. Qanaqasi shu ixtiyoridir. Mirasxo'rlarga huquqni berib tanlash erkinligi. وخالفه في ذلك أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وأحمد وداود يعني جمهور العلماء خلاف. وعمدتهم أن الوصية قد وجبت للموصى له بموت الموصي وقبوله إياها باتفاق. demak o'zi buni qabul qildi, vasiyat qiluvchi o'ldi. Tushunaman? Undan keyin vasiyat qilingan ashu narsa vasiyat qilinuvchiga vojib bo'lib ketdi, shuni bilishimiz lozim. فكيف ينقل عن ملكه ما وجب له بغير طيب نفس منه. Undan uning mulkidan, mulki hozir mulkil Musa lahu shunadi. Musa lahu ning mulkiga o'tib bo'lgan narsani uni roziliksiz qanday yetkazib bo'ldi. Va tug'ayyir al-wasiyya. Vasiyatni qanday o'zgartiramiz? Alloh taolo Qur'on karimda "Kaman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmu 'ala alladhina yubaddiluna." Hozir bu vasiyatni tabdil qilayotgan bilan o'xshash emasmi? وعمدة مالك إمكان صدق الورثة فيما ادعوه. إمام مالك دتت مش ميراث خورlar ras gap qilgan bo'lishi mumkin. Ras 3dan 1dan ortiq bo'lishi mumkin shu bekitgan narsa. وما أحسن ما رأى أبو عمر بن عبد البر في هذه المسألة. أبو عمر بن عبد البرning mush masalada o'tirib qo'ygan qarshi degan yaxshi. Abu Umar ibn Abdul Bar o'zi bir qarashni deb o'tgan. Bu qarash İmam Ibn Rushdga yarab ketdi. Munda to'g'ri annahu qala idza da'a al-warathatu zalika kullifu bayana madda'u. Mirasxo'rlar bu bizning muvarrisimiz 3dan 1 deb bekitib qo'ygan bu uy 3dan 1ni jiqdi deb qolsa shu isbotlarni deymiz. Isbotlarmiz. Hamma iqtisodni baholaydi, ular 3dan 1 chiqamdi, chiqmamdi. Qarab boqaylik deymiz. فإن ثبت ذلك أخذ منه الموصى له قدر الثلث من ذلك الشيء الموصى به. لكن تكشفسek aslında jiqliqqa isbotlanib qolsa 3dan 1ni oladi dedi. Qolganini olmaydi. 3dan 1ni oldi. Qolganini Rasululloh rasululloh. Ve kana şeriken lil warata. Undan ash uyda o'zi bekitib qo'ygan uyda Rasululloh bilan shirik. 3dan 1 shuni haqqi, qolgani Rasulullohning haqqi. Va in kana thuluthu fa aqalla jubiru ala ikhrajihi. Agar 3dan 1 ga to'g'ri kelsa, biz tekshirgandan keyin, balodan keyin, 3dan 1 ga o'tib kelgan. Vasiyat qilgan kishi bekitganga o'xshash to'g'ri chiqdi. Chiqqandan keyin 3dan 1dan to'g'ri chiqdi. Unda holda shu birislar deb bilan majburlanadi. Rasululloh o'chada zo'rlik bilan majbur berilganmiz. Qaysi bu joyda 3dan 1dan az chiqqansa to'liqlamani deb zo'rsa bo'ldi. Agar 3dan 1dan jiq chiqsa, apirtiqo 3dan 1 az chiqqansa, Rasulullohning haqqidan apasi bo'ldi. Ha. Elektron bilgan odam birisini bilish kerak. Başta değişik başlar. Ola Rus'un direkt 3dan 1 az basıp çıkardığı çıkmaydı. Çünkü mesela 3dan 1 degan yerimi var. 3dan 1 mi şu deb mush o'yini asad qilmadi. Undan bu 3dan 1 deb baholishi xato chiqdi. Baholishi masalan xato chiqib, bu 3dan 1ni ortiqcha kesidan to, kestirib tutib. Azsimi to'liqlab turishimiz lozim. وإذا لم يختلفوا في أن ذلك الشيء الموصى به هو فوق الثلث أما اختلافlaşma zat bu 3dan 1dan deb shunda qarab qolsa فعند مالك İmam Malik qada qaraydi أن الورثة مخيرون بين أن يدفعوا إليه ما وصى له به أو يفرجوا له عن جميع ثلث مال الميت. Biz bayatını degan İmam Malikni qarashi. Ya shundan biri tutdi yoki ashundan bütün iqtisodning 3dan 1dan birdi. Yufriju lahu yani shuni qo'yib birdi. İmma fi dalika shay bi'ayni yoki shu musi bekitgan ash o'yni birdi va imma fi jami' al-mali al-ikhtilaf rivoyat an Malik fi dalik.
İmam Malik'ten kelgan rivoyat o'xshash. Ya shu uyni birdi, 3dan 1ga. Yani hozir butun mol-mulkining 3dan 1ni birdi debdi, xalab qolsa. Butun mol-mulkining 3dan 1ni bergancha boshqa basim bo'ldi, yoki shu uyning o'zini basim bo'ldi. Yani vasiyat qiluvchi topilgan uyning basim bo'ldi. Peki İmam Malik'in qaysiligida har xil rivoyat keldi. وقال أبو حنيفة والشافعي له ثلث تلك العين. Aş uyunun 3dan 1'ini birdi. Çünkü aş uyuyla bekitkenlik için şu uyunun thuluth tilka al-ayn. Şu uyunun 3dan 1'i bunu bir aldı ki. Ağamdan keyin bütün qissaning 3dan 1'ini to'liqlash uchun, hozir shu 3dan 1 deb qaralgan uyunun 3dan 1'ini bir aldı deydi. Ondan keyin qolgan 3dan 2ga butun hisobdan 3dan 2 verish uchun mirosxo'rlar bilan shirik bo'ldi. Hatta yustawfa yoki istawfiya tamam thuluth. Hisobning 3dan 1ni to'liq olgan qadar mirosxo'rlar bilan boshqa qolgan hisobda shirik bo'ldi. Va bir uyni qo'yib qo'ydi. Bu 3dan 1 deb bekitgan bu. Ana 3dan 1 ozcha dedik g'al bo'ldi. So'ngan bizning duo 3dan 1ni chiqdi dedi. Zaman 3dan 1ni chiqqan holda biz ash uyning 3dan 1ni bir-birida, yani qatqagan 3dan 2 hisob bo'lsa 3dan 1ni 5 pul kelgansak 90 ming ko'rsa 30 ming ko'rib uyga shu. Endi 30 ming ko'rgan bo'lsadan chiqib ketganmiz 30 ming 10 ming ko'rlikni ash uydan birida, ana qaz 20 ming ko'rga boshqa hisobdan raskollarning shirik sifatida olib berganmiz. Yani bunu ixtiyorli bo'lish qarshi ekan bular. Lekin ixtiyorli bo'lmagan buni bizga bo'lish bo'ldi deb aytishgan. Ixtiyorli bo'lmaydi debdi. Yani anından unda iletmemiz de tüken bular. Ondan yönetip ötmeyemez de tüken. Azim ya dedi, ay vesiyet kılarlarsa 3dan 1'ni olurdu. Qavat 3dan 2'de başka nurlar tapağın biraz sirik oldu. Yani şu buradaki Cumhur'un karşı İmam Malik'ten ixtiyorlik birimiz deganga qarshi oldu. Endi hozir qanday ishtirok qilamiz? Biz ixtiyorlik qilamiz. 3dan 1 deb qaralgan narsa 3dan 1ni birib, undan keyin 3dan 2ni boshqa hisobga birimiz. Hozir tafsilotda qarshi Cumhur'un qarshi. Nahotda butun molni hisoblab qolgan. Hisoblab وسبب الخلاف أن الميت لما تعدى في أن جعل وصيته في شيء بعيد. قال خلاص sebabı asli ölüp ketgan kishi bu manasada bunda bekitmay 3dan 1ni vasiyat qildi deb kasb bo'ldi. 3dan 1ni deyishlarga mushu ne deb bekitib qo'yganligida sal haddini oshdi. O'zining salohiyatini oshdi. فهل الأعدل في حق الورثة أن يخيروا بين إمضاء الوصية ويخرجوا له إلى غاية ما يجوز الميت أن يخرج عنهم من ماله أو يبطل التعدي ويعود ذلك الحق مشتركا. أن بهذا قراشتاتنا السبب وسيط قوتي 3dan 1 deb bo'lgan bekitishda o'zining sal unisini olib ketgan bo'lg'achqa qani desak eng adil bo'ldi. Hisob deb tanlasang mayli yoki meyit zodi o'zining milidan beradigan salohiyati bor bo'lgan 3dan 1gacha o'zimiz hisoblab chiqarib berish buni tanlamdi. Av yubtilat taaddi yoki o'sha bekitishni, mush uyni deb bekitishni bekor qilib o'tamiz. O'zimiz bekitiblar buni. Va yaudu zalika al-haqqu mushtarakan. Undan shu bekitgan shu uy masalan, mushini deb bekitgan uy varislar bilan Musa alayhining o'tirda o'rtaq mulkka aylandi. O'rtaq bo'lgandan keyin biz ham xohlagancha bo'lamiz endi. Mushini bekitishda ixtilof bo'lg'achqa hozir ko'z qarash o'xshash bo'lmadi. Va hada huwa al-awla. إذا قلنا إن التعدي هو في التعيين. Tayinlashda, bekitishda o'zining huquq doirasidan olib ketgan deb qarsak, mushu eng to'g'ri dedi. Likawni aksara min al-thuluth. Chunki bu 3dan 1dan ko'p. Ya'ni shu biz
Kaga yerda hisoblab 3dan 1ni birimiz degan qarash shu adilroq demoqchi. Chunki u bekitgan narsa 3dan 1dan ortiq. Ya'ni innal vajiba ay yasquta ta'yin. Vojib bo'lgani tayinlab bekitib qo'yildi. Mushu o'yini degani beka. Lekin 3dan 1 degani shu hisob. Wa imma yukallafa al-warathatu ay yumdu at-ta'yin. Yoki merosxo'rlarga bo'ldimi shuni hisob qilib o'tinglar deyish lozim bo'ldi. Imma an yukallafa va amma bo'lsa kerak. Mushi an adil. Amma va amma an yukallafa al-warathatu an yumdu at-ta'yin. Mushi hisobda deb bekitgan shu hisobda ya buni tanlash yoki au yatakhallu an jami' al-sulus yoki 3dan 1ni birsa butun Imom Malik bo'lmuş qarashdi. Ya man tanlaysa hisoblaysa ya butun hisobniki 3dan 1ni birsa huwa hamlun alayhim. Bu hozir merosxo'rlarni sal yo'qlash zo'rlashlik ish qildi. Ya'ni bu misal qadar deydi Abu Umar ibn Abdul Barning qarshi bo'lsin. Kimlarsiga gapiramiz? Yoki Abu Umar ibn Abdul Barning qarishidan hozir keyin Ibn Rushdning o'zining tahlili aralashdi. Imom Malikning qarshini qabul qilmadi. Onu merosxo'rlarni zo'rlashib qoldi. Ularga yukni ortib qo'yishga iborat bo'lib qoldi dedi. Wa min hadha al-bab ikhtilafuhum fi man wajibat alayhi zakatun famata wa lam yusi biha. Mana zakatini ado qilmay o'lib ketdi. Ham vasiyat qilmoqda. Mana yilning zakati borda bo'ldi. Men pul zakat kelgan, men bermay qolgan, beratinglar deb vasiyat qilmoqda. وإذا وصى بها أن وسيط قيغن أخوالدمو فعليا من الثلث زكتن باتة من شننا برما يقاقان بريتغلا دبقاسم بكشتن بر دائرة استبولادمو ياكي بتن السادة زكاة كيسقاسم همن بريتم دوق مهم مسئلة كمو أو من رأس المال يناش بتن السادتن كاغير بريتم دوق فقال مالك إذا لم يوصي بها لم يلزم الورثة إخراجها. Vesiyat qilmasa merosxo'rlarga berish kerak emas. Buni merosni qanday qildi o'zim mumkin hisob. Ya'ni bundan meyitning qarzdagi narsani o'ylaymiz. Biz qarz bo'lsa merosga berish kerak bo'ldi-ku. Qarz hisoblanmaydi. وقال الشافعي يعني إمام أحمد ابن حزم لاموش قرشتا يلزم الورثة إخراجها من رأس المال. Bu ahvalda vasiyat qilmagan ahvolda merosxo'rlar qilib qolgan merosdan ashuni chiqarish lozim. Va idza wasa biha an vasiyat qilgan ahvolda فعند مالك يلزم الورثة إخراجها وهي عنده من الثلث. U joqda 3dan 1 doirada merosxo'rlar shuni chiqarish lozim. وهي عند الشافعي في الوجهين من رأس المال. إمام شافعي نزلدا yuqorida vasiyat qilgan bo'lsin, qilmagan bo'lsin, shunday ahvolda miros taqsim qilishni ilgari ashnasini chiqarib o'tmasak. وإذا وصى بها فعند مالك أو وصى بها دب chiqib qoldi xato. Tashbih. اختلاف في وجبت عليه زكاة سنة ولم يوصي بها. هل من الثلث Yok, vayda vassa biha. Mesela vasiyat qilmasa, u bir ayrı. Yani vasiyat qilsa 3dan 1 dairasi bo'lamdi. Vasiyat qilsa qilmasa 3dan 1 dairasi bo'lamdi, mumkin degan gap. To'g'ri shu. Yani bu tafsili bayon qilib hozir İmam Malik vasiyat qilmagan ahvolda bo'ldi katta dedi. Merosxo'rlar uni to'lajmaydi. Hamma mirasil qajlar dedi. وقال الشافعي يلزم الورثة إخراجهم من رأس المال تشكرش لازم ده. يعني وسيط قاسو فعند مالك يلزم الورثة إخراجهم وهي عنده من الثلث ده. وهي عند الشافعي في الوجهين من رأس المال. وسيط كم اسمه رأس المال ده تشكرش كراك من تركات تشكرش كراك ده إمام شافعي. يعني وسيط قيسه تشكرش كراك البته. شبهها بالدين قرض بوخشتده. Bu xuddi miros qoldiruvchining gadida tapqagan qarzga o'xshash. Biz bir odam o'lib ketgan chog'da oldidan yurib taraf kepalik deyarli qo'shdik shunama. Uningki qarz bo'lsa ado qildi. Uningki vasiyat bo'lsa vasiyatni qildi. Uningki tapqagan miros. Hali bu qarzga o'xshash. Gadi tapqagan qarz, zakat vermagan bo'lsa gadi qarz bo'lib qoladi. Yani şebbaha biddayn bu qarzga o'xshash demaydi, qarzning o'zi desa bo'ldi-ku. Tamam? Qarzning o'zi
Mesela bir zaten daha kullanmamız önemli. Zaten daha da önemli ki. Ular kesip alvaqsa masala yürüyor manada da mukoni nazar ağına ekmeği nazar. Zekat ada qilmaydi odam ekan. Zakat vojib bo'ladi-ku. Vojib bo'ladi. Ha shu odam mushkil shu. Ya mushkil. Lekin o ballarga ada qilish vojib bo'lmaydi emas. Ya Imom Shafiy vojib bo'ldi shu. Qarz dedi shu. Mana Imom Shafiy hozir biz dal shu masalani talashtirib qo'yamiz. Vojib bo'lmaydi ballarga desalar, shu Imom Malikning qarshiga olgan bo'ldi. Hali İmam Şafii'ye vacip oldu. Bu qarz geldi qarz. Qarzni ado qilish bilan undan keyin qatqanini, hatta vasiyatni ado qilib, undan keyin qatqanchani miras oldi. Hozir qarz tursa, ondan miras olsa. Qarzdan vasiyat chiqsa, tutumlarning 3 qismini egallab Ya başta qarzni o'rnatmas. Qarzni qatqandan vasiyatni niyat qildi. Buni shu zakat ibodat emas. İbadet olan şey şu başkalar koşulan bu elim yakın olan basınızın dost bile bir sağlam. Bazısı var aslında ayıcı, roza, başkalar koşun buldular. Hatırım boğaçta adam şunda ihtilaf buluşa şu yerden geldi. Ama oşap kalgan, malum oşap kalgan boğaçta. Eğer bizim Araplar ise mesela büyük günde Rab'ın adamlara zaktarmaydı mesela. Ama bu bizden zaktarmaydı, ondan sonra zaktarmaydı. Bunların malları yaşayan, Fransa'da kurban olmadı. Çünkü malları ya akilleri ya tutulanlar tutulanlar ya sosyalde mutlu kıyamet günü mutlu kıyıyorsun. Qarz deb qalsak ado qiladi. Masalan, sizlar qarz bo'g'lab qolgan. Sizning ballar bilan sizni xiyollar yo'q. Bermayman deb turgan qarz bo'lsin, ballar berib bo'lmadi. Biroz do'stlar desa, gazini saqlab bo'ldi. Ha. Shunga o'xshash gap, ya'ni u niyat ketmaydi unga. Xuddi bir sanaqa jarimangizni to'layotgandek bir gap. Haqqulloh, haqqulloh. Meşahitten sen meclis uyanılır. Kadeyullahi ahakka yüzden Hacılan mı? Ramazan'da degan bu. Mesela Peygamber'de zakat haramdı. Ama lakin başka hayır hesapladığında mesela nepçimunun nepçimunun kaydı. Daha fazla zakat alarak diyelim ya. Pada tak mıydı? Daha varken böyle bir kullanış atak muhakkak başka alakası Ya şu hazır başkalık koysa bulduğun işi var. Ajdari sen düşündün. Mesela eski matken bir ses koydum dedi. Roz tutmatken onu tutup koydunsa makul dedi. Müşahede sadır şu mesele kaygan, şu ibadet kaygan. Bunun sana kış kadir ya yol kadir olmayı sebepten toparım bular var ki üzerinde hem şarayı okılmayı oturup belki de kadrolar tutamaya ketken olsun mümkün. Yani kadir olmasa onun tüketten onu tutmuşsun buldu aslında. Tamam ya? Geldiğinde vacip olmadı buldu ketten onu. Mesela adette şahslarının karzı ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karz var mı diye sorattı namazın şu işte. Karz var da kılsa okumayamaz sonra ona detti. Yani kim ben tanıyorum da biz çıktarsam namazı okusun ama. Ve karzı bu adam tutmaya ketti, tulaşmaya kalıştı yok. Mabziden turak koyuptu buldu. Ve onun için her zaptasa bunu sakat yok. Başka turak koysun buldu. Hakkı ibadetler Her zaptasa ne oldu? Ha niyet meselesi öyle hakkullah Allah basar. Bendilinin hakkında caiz olsa Allah'tan elbette caiz. Lanna hukukul ibad mebniyetun alel meşahha. Şu alınan şey var da zaten bu takımın hakkında. Anda yani bir tarafı aş adam ölüp ketgandan keyin aşının balları aş adamga bir tarafdan tava yani aş adamning qaldiqi bu. Bir partisi ama şuna inqata illa min thalas ya şuna valadun salih du'lahu yan wala salihun musbat. Nonikin birin bilmek kesab rahim şuna aş adamning qo'ygan ishining davomi shu. Aş bo'lmaydi tarbiyalar yaxshi. Aynen dersine bir kasasının kaydı tilediğin. Mesela bunlarki aşağılarının bir kulu başında. Böyle tarafı var. Mesela kaçınlarında. Peki bir yerden kalbimizin bazı kayısak başlıklı var mesela sorunlar var. Ama lakin ama zakat vacip dinleyecek. Kadir mana İmam Şafii'nin delil kıyana kadar canlık manada. Bu karzı okşattı dedi. Aslında okşatmamış karz disi buldu. Karzın özü müşü disi buldu.
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق يقضى Allah'ın hakkı ada qilish eng haqli degan ekan, mushimo ashi igisi o'lib ketganning gapi mushuna aslida. Falan o'lib ketdi, dadam o'lib ketdi, ashib qo'ysam bo'lamdi, onam o'lib ketdi, ro'z qo'ysam bo'lamdi, sanmag'ar o'zvatdi degan gapni kaga hadis mushu. Ha, shuni davom ekan, Rasululloh mana qiyas avliyat qildi. Haqqa yuqdo degan ekan, ada qo'yib bo'ldi. Demak bu qarzni birsa ada qo'yib bo'ldi degan gap chiqdi. Qiyas degan mushaddistayan da'zir. Namozga bo'lmaydi dedi. Namoz bo'lmaydi. Hanbaliy mazhabda ekan namozni shunda ada qo'yib bo'ldi degan qarash bor. Ikki qarashning birisida Hanbaliy mazhabda. Namoz kafarat isqat denga shuni yani namozni ro'za qiyos qilib, ro'zada fidya berishyapti. Undan keyin har bir kunga fidya berish uchun bir miskinga tamoq berish batda. Undan keyin biz kunning 5 vaqt namozini kunlik ro'za qiyos qilib turib 5 vaqt namozga bir vaqt tamoq beramiz yoki har bir vaqtni bir kun ro'za qiyos qilib turib buni biramdoq deb qildi. Bu isqot masalasi Shafiy mazhabining ba'zi olim degan qarash. Deganda endi bir qamashmagan qiyosdan kelib chiqqan. İbadette bunda qiyos qiladi. Shaxsda bunda dinda qiyoslasa bo'ladi. Dalillar. Bandiga bo'lgan qazidan Allohga bo'lgan qazini nuqlab, Alloh taolaning oldini o'rin turdi dedi. Qada qilishga aniqlar. Lekin nimashadanda ba'zi olim qilib, yo'q, bandilarning haqqi oldini o'rin turdi deyishim. Hozir shu masalada shunga ilkar. Nima uchun Alloh taolaning cho'q. Alloh taolo o'zining haqqida qilgan bunda bir ma'siyat yoki osiylik buni aql umid qilindi. Lekin bandalar bir tiyin o'tab qolsa, yo qiladi, roziman deb turmoqda ish bo'lgan ekan, huququl ibad mabniyatun alal mashahha va huququlloh mabniy alal afv wal ghufran deb bunda huquqlar. Masalan, Alloh taolaning qazi bor. Bir bandaga qazi deb qolsa, ikki qazi. Şu kazın qasını qilsa, bandalikning boshini qilamiz. Alloh qo'rqadi. Mushaddining lafzi azar mana Alloh taolaning haqqi oldin o'rin turdi demoqchi. Va kadalika kaffaratul wajibatu wal hajjul wajibu indahu. Kaffaratul wajiba bu o'xshash al hajjul wajibu indahu. Ay hazrat kim bo'ldi. Ular galinda haj bor. Bu shunga nazr vacib bo'lgan nazrlar bir nazr qildirasizlar. Ado qilmadi. O'shanmasa Allohning qarzi hisobida bu vasiyatni oldin o'rin turdi. Boshqa ado qiladimas. Buningki vasiyat, buningki undan meros o'tmas demakchi. Va malik yaj'aluha min jinsil wasaya bit-tawsiyati bi ikhrajha ba'da al-mawt. İmam Malik mushunda turli narsani, masalan, gadinda zakat qilib qo'ygan, vojib kafarat qilib qo'ygan, nazr qilib qo'ygan odam o'lib ketishligini sen vasiyat qilishing kerak deb islom topilgan narsa bo'ldi. Ya'ni xuddi hozir vasiyaning hukmida biz hukm qilib bo'ldik-ku. Mustahab bo'lishi mumkin. Hech qanday qazi yo'q. Alloh taoloning umumida vojib bo'lgan narsa ado qilmay qolgan ahvol yo'q. Jinoyatning birdan ta'zir bunda normal ahvolda vasiyat qilish mustahab. Lekin vojib narsaga yardım qilib qolgan, boshqalarga berishi va qazi bo'lgan ahvolda qilish vojib. Hozir shuni bunda vojib narsaga yardım ba'dan vasiyat qilish kerak deb islom buni to'plagan narsa deb. Ya'ni vasiyat vajiba demoqchi nishadi. Bu vasiyatningki hukmi vojib demoqchi. ولا خلاف أنه لو أخرجها في الحياة أنها من رأس المال. hayat vaqtida ashadam shu qarzni ado qilmoqchi bo'lsa, kaffaratni, hajni, zakatni babachi bo'lsa, o'zining hisobini bir tushunama. ولو كان في السياق sakrat tushib qolgan ahvolda bo'lsin, qaraqara qilib qolgan ahvolda bo'lsin, jantalashayotgan ahvolda bo'lsin. Aslida shu hayot vaqtida rasmiy o'lim ko'z ko'rib jantalashayotgan chaqmi falana nimamga kaffarat ortib berayotganmiz. Yomanda qilayotgan desa, o'zining hisobini chiqib tashlaydi. Bu chaqda biz gapsizlarni jantalashayotgan bu gapimiz bakar demaydik dedi. Ve siyaq degani bu odamga saqahu ilal maut degan kerak. Yani o'limga shunday aytilayotgan chaq emas. O'lay deb ketib qolgan chaq.
Şu çağda olsa hesap buldu. Yani şu iqtisadidan çıkarıldı dedi. Ve keenne Malikan ittahamahu huna alal varata. Yani İmam Malik bu yerda xuddi miras birligi toza ishlanmaganda qardi demoqchi. Yani vasiyat qilmaganda deb turvagandek. Yani vasiyat qilganda desa uni berish lozim bo'ldi. Vasiyat qilmaganda o'ziga qoladi. Yani vasiyat qilgan ahvolda payda vasa biharga masaladir zot. Vasiyat qilgan ahvolda İmam Malik mushu miras birligi imom bilan qaraydi ekan. Asli vasiyat qilmagan, ha? Vasiyat qilmagan. Lekin miras birlar ya vasiyat qilganda deb turilishi mumkin deydi. Rasululloh vasiyat qilmaganda turilishi lozim edi. Shart ketgan. Yani vasiyat qilganda, vasiyat qilmagan, qilganda deb atamızın geldiğini sağlık kesinde köynep bunda turuldu balla diye köynçem buldu. Yani hazırda bunda avladı köyneke takalakının bazı kalbın ada salat aşağı. Bu ballara köynep yaptığımız vasiyet qilganda da turuldular mı? Şunda kıldılar işba. Der sonra vasiyat qilgan ahvolda 3dan 1ni onu chiqirdi. Demek İmam Malik rahmetullahi ada qo'shib bo'lmaydi degan. Vasiyat qilmagan ahvolda ada qilmaydi deydi. Vasiyat qilmagan ahvolda ada qilmaydi. Vasiyat qilsa 3dan 1 doirasida bo'ladi. Lekin shu vakanni malika ittahamahu degan qulluq İmam Şafii ikili xilolatda rasmlarimiz deb bo'lgan. İmam Malik bo'lib shu oldin holatda arabayimiz keng ko'rdi shu 3dan 1 tizimda shuning asosan shu o'g'illar ham musadab turadigan bo'lsa mumkin bunda umuman narmay 3dan 1 tizimga arsak bo'ladi. Mesela biz so'rab qolsa birimiz adam qilgan zakatni ado qilsak bo'ladi bo'lmaydi degan bo'lsa bo'lmaydi desa vasiyat qilib deysa andan qasd 3dan 1 ado qilmadi deydi. Shu dars qiynab bunda qoldi. قال ولو أجيز هذا لجاز الإنسان أن يؤخر جميع زكاته طول عمره إذا دنا من الموت وصى بها. Yani İmam Şafii degende mesela hiç bunda vasiyat qilmay, shunda adamı qilmay, o'lib ketsa keyin berib qo'ydi bolalarga deydi, shulab qolsa, bu bir haraman ayat vaqtida qilmaydi, o'lib ketgan chog'da balki vasiyat yaqinida qilmaydi deb o'tib ketishi mumkin. Chunki u xotirjam, nima qilaman qasam bolalarga qildi deyish mumkin. Öldüren çağda vasiyat qildi. Ulg'ran musulmon cho'ng sadaq yo'q. Chunki bolalar rahmatli bo'ldi keyin. Bunda olib qoldi. Yani bu sal qarashga olib bordi. فإذا زاحمت الوصايا الزكاة عند زكاة var. Onun başında yana bir vasiyet var. Falanı mançılar degan. Bu hozir hammasi kapleşdi. Qaysi birini qilmas, qaysi avlod deganda quddimat inda malikin alama va at'af minha. Qaysi kuchli bo'lsa, ashul oldiga tizimiz uni to'raki aqliq bo'ldi. Va qala Abu Hanifa ya wasair al-wasaya sawa. Mesela zekat aldı turdu. Onun başka bir adamın ihtiyarı mesela munsipul da vasiyat kan olsa o kendi turdu. Zekat adak olsa pulu eşip kalsa anlamıyorum. Bulmuşsa demeyiz. Uçakta karız aldığını orun turdu. İmam Şafii zekat aldığını orun turdu dedi. Ondan kaysa acizrak olsa onu kingitsin. Acizini kingitizimiz. En küçüğünü aldığımız. Peki kaysa küçük, kaysa aciz bunu bitişten mi? Karaş okşaş bulması mümkün. وقال أبو حنيفة هي وسائر الوصايا سواء. İmam Ebu Hanife onda aldığını orun turdu ma avla mesela. Ma kirek orun turdu da bundan oku. Ama tanımlamışsın. Ama okşaş küçük iyi geldi. Doğan ki o da bir adamın bir neyse adamın hacılıp kalsa o pul yetişimiz mi adrenmayla kırsan bu içe düştü o mahassa kılıştı. Şunu okşaş kılmaz. Yuridu fil mahassa bana. Ülüş boyunca kırsan boyunca aldan gel. واتفق مالك وجميع أصحابه على أن الوصايا التي يضيق عنها الثلث İmam Malik de tamdır. Vesiyetle cıkılıp gitti. Cıkılıp gitken ki bunu muhtarında hesapsa bütün mirasınınki 3'ten 1'den cıks gitti bu. 3'ten 1 yetmez buna.
İza kana mustawiyan. Bu tanglab qalsa, necha vasiyat hozir 3dan 1 yetishmaydi. Tanglab qalsa qanday qilamiz? Tatahassu fi thuluth. 3dan 1ni tang seçimiz. 4 xil vasiyat bor ekan. Bu 3dan 1imizni tanglab bo'limiz deydi. Hammasi miqdor tang degan taqdirda. Wa idza kana ba'daha ahamma min ba'd qaddima al-ahm. Birisi biridan muhimroq deb qarasa, mesela bendining qazi muhim deb qarasa, bundan boshqa buni beramiz. Ish qasandan Alloh taoloning haqqi. Yoki Imom Shafiy boshqacha aksi qarashi mumkin. Lekin Imom Malikning eng muhim deb qaragandan oldin qo'ymas. Qazidan ixtiyoriy bir vasiyat bo'lib qolsa, qazni boshqa o'ringa qo'yamiz. واختلفوا في الترتيب على ما هو مستور في كتبه. İmam Malik mezhebideki kitaplarda bu tertipte her xil gapni deb buni tafsili bayon qilganlar. ومن مسائلهم الحسابية المشهورة في هذا الباب يعني حساب كمناسبة المشهور مسألة إذا أوصى لرجل بنصف ماله bir kişiye bütün sağlığın yerimini vasiyet tuttu. وَلِآخَرْ بِثُلُثَيْهِ yani bir adamga 3dan 2 qismini vasiyat tuttu. وَرُدَّ لِلْوَرَثَةِ الزَّائِدَ ishqog'ini mirosxo'rlarga qaytarildi debdi. وَرَدَّ لِلْوَرَثَةِ الزَّائِدَ yani shu vasiyat qilganimda yerimini palani qildim. 3dan 2 qismini ustan qildim. Ishqog'ini mirosxo'rlar asur debdi. Unda ish qolmaydi uni. Teşkile yerim ulaşmaydı. Kim kalırdı? Veradda lil varatati az-zaida. Hazır muhim bo'lgani birisiga yerimini, birisiga 3dan 2 qism debdi. Endi bu yetmaydi. Fa inda Malik va Shafi'i annahuma yaqtasiman thuluth baynahuma akhmasa. Bu ishkelamda thuluth bütün iqtisodning 3dan 1 qadar vasiyat ijro qilingan bo'lgan ekan, bütün iqtisodning 3dan 1ni bir aytsak, bu 3dan 1dan 5ga bo'lib, 5ga bo'lgan ekan qanday oladi? 5dan 3 qismini sulusayn olsa, 5dan 2 qismini yerim olamda. Shunday bo'lishi kerak. وقال أبو حنيفة بل يقتسمان الثلث بالسوية. 3dan 1ni tang taqsim oldu, tang olishdi. Yani yerim deganimi 3dan 2 deganidan tang oldi ekan. وسبب الخلاف هل الزائد على الثلث الساقط هل يسقط الاعتبار به في القسمة كما يسقط في نفسه. Yani 3dan 1 gacha huquqi bor 3dan 1 ortiq bo'lib qolsa, buni inovatsiya qilyotganda demoqchi. Kama yasqut fi nafsi bi isqat al-waratha. Yani mirosxo'rlarni hisoblamas desa, hisoblamas bo'lgandaklar biz taqsim qilgan chog'dimi 3dan 1dan ortiqini inovatsiya deb qaramdoqmiz. Faman qala yabtulu fi nafsihi wa la yabtulu al-i'tibaru bihi fi al-qismati idha kana musha'an. 3dan 1dan ortiqi o'zi avtomatik bunda bekor bo'lib ketadi. Lekin bu yerda 3dan 1 ortiq deyish sababiga so'zlar bekor bo'lmaydi. Hozir so'zlar degani nisb degandan zajqirab qoladi demoqchi. Davoniga so'zlar deganning jiq deyishni biz bekor qilmadik. Lekin ikkisini to'plasak 3dan 1 ish ketamda, ish ketganda bekor qilyaptik. İlkan müşan. Çünkü bu iqtisod hozir ikkilanga o'rtaqdi. Muayyan mablag'ning degan narsa yo'q. Butun iqtisodda shirikli bo'ladi. Qala yaqtasimunal mal ahmas. Shun bular 5 ga bo'lib 5dan 3 ni oladi, 5dan 2 ni oldi dedi. Yani hozir 3dan 1dan oshqinni bekor qilyapti. Lekin 3dan 1dan oshmagan doirada 3dan 2 yerim deganni hisob qildi. Eşki bölse kazanıp oğlan eşki olmayan. Aa, 3dan 2 bilan 2dan 1dan Doğru çıkan sanırım. 6 kısmı. Malı 5dan 1 deb. 5 bo'ldi. 5'nin sulusayı ise o 3 olmaydı. 3 yerinde yani 3'ten 13'te bunda opalı. 5'nin 2dan 1'e ya 3'ten 2'si de o 3 olmaydı. Hadi bu del bulda alalım. Yani 6 kısım 6 kısım avutörünü aldı o 3 kısım aldı. Yerin aldığını çıkın aldı o. Yerin aldığına yerin basılmalı. Yerin oluşmuş gerek. Bunun da aile şu Yohannes bilen
İmam Şafii kitabısı var. Şu fertlik var. Kandalda, nispet boyunca aramda, yoki siriklik boyunca aramda ise Şafii bilan Malik nispet boyunca aramda deydi. Tamam. O'sha qolgan narsa. ومن قال يبطل الاعتبار به كما لو كان معينا قال يقتسمون الباقي على السواء. لكن خد مثلا معين بكم بوسمون hesap bo'lmaydi. 3dan 1 ortiq bo'lgan ekan. Davom ekan. Ortiqni zodi u sulusayn va nisf degan gapni bekor qilib o'tamiz. Esa buni tang taqsim oldi. 3dan 1ni bir ayiramiz butun hisobdan. Bundan ishkalan tang qildi dedi Abu Hanifa. ومن مسائلهم اللفظية في هذا الباب إذا أوصى بجزء من ماله وله مال يعلم به ومال لا يعلم به. Sizin şuna mı? Ya'lamu deydi. Şükür soru olmuş mümkün. Mesela cüz min mali depti. Benimden bir parça. Mesela ya mançirak yani. Humus sözü siyendik diyen olmuş mümkün. Bir kısmını vesiyet tuttu. Bu sulus dairesinde hesapta. Ama وَلَهُ مَالٌ يَعْلَمُ بِهِ. O özü bildiğin kısa bayılmaz. O 100.000 koy bakir. 200.000 koyan bağda bildiken bu. Bunun başka pulu bayıldığını bilmeyken. وَمَالٌ لَا يَعْلَمُ بِهِ. Ondan yani bu bilmeyen özü unutup bağlan ya güzelden de bunun da teşvik bir pulu varken. Bunu bilmeyken bu. Aslında başka 10 milyon pulu varken. Bu kullandım anda 1 milyon bağda 100 milyon de vesiyet. Eğer belki de bunda pulu bağladığını bilse onda vesiyet etmez mümkün. فعند مالك أن الوصية تكون فيما علم به دون ما لم يعلم. İmam Malik bilginni şunundan birimiz vasiyetni. Bilmeyen mümkün onu o vasiyet boyunca pul ayırmaymaya zaptı. Ya bu değil mi? Onun şu nasırın bağ da. وعند الشافعي تكون في المالين. İmam Şafii yani İmam Ahmed bin Billah bütün iktisadını hemen toplap durup şunundan şu parçasına ayırayımız. Ya karşı malum bir diyen bolsa, mesela mançıdan bir diyen bolsa, şunu anladın ayırayım. Mesela 5'ten 1 de vesiyet diyelim. 1 milyon bu vakit. Yani 200 milyonlar vesiyet kıldı demek ki. 2 ayda yani 5 milyon pul ayrılmayacak çıkıp kalan bolsa, İmam Malik ayıracak 200 milyon ayırayımız. Özü bilgen isadının rızı şu. Çünkü bunun neydi şu? Muş pılının varsa muş kısmının nımlaydı bekçikleri. Bilginler. Yani İmam Şafii'den şunun isadının ki 5'ten 1 nokturmaz. Lazım 1 milyon 200 oldu. 5 milyon diye çıkarsa, yani 100 milyon kalsa, 100 milyon 200 oldu. وسبب الخلاف هل اسم المال الذي نطق به يتضمن ما علم وما لم يعلم. Mening milimdin manchilikni degan milimdin degani o'z bilgan moldan o'z ishga olamdi, bilmaganni o'z ishiga olamdi. Aw ma'luma faqat. Wal mashhur an Malik anna al-mudabbar. Bu manda ehtimollik narsa. Lekin mali degan bo'lsa, shuni munosib hamma molni o'z ishiga oladi. O'zi milim emas, muomala. Niyet kıldılar şu yüzünün mağduriyeti. Bu ezmigimizde gibi daha anda cevabını sana çıktı. Olur. Mümkün, ihtimallah. Yani bu bilmegenlikken o zaman geçirse, o zaman malumatının tardayı bulaklarında, o zaman kuma yaşayanlarının geçirse, lekin sizning so'zlarni hesablaymiz, kuchliga og'zimdan chiqdi, shuni tunaymiz. Mening milimdan dedim, shu milamu bilamasam bilan, ularniki shuni ko'ramiz. Bu shartimiz bo'lsin. والمشهور عن مالك أن المدبر يكون في المالين إذا لم يخرج من المال الذي يعلم. مدبر من برخلاصيات من كين قاسا فلان أزاد مثلا قل. Bu bir vasiyet deb qalsa pul nazar qilish vasiyati desa, bu masalada Imom Malik shu ishkili maldan chiqarmaydi. İza lam yakhruj min al-mal alladhi ya'lam. O'zi bilgan mal buni yetishmay qolsa, ishkili maldan chiqarmaydi. Aslida o'zi bilgan malni 3dan 1 qo'yish kerak, tamam? Lan 3dan 1 yetmadi bu quvvat. Bu chog'da yana bir bilmagan malni qatirmaydi.
İmam Malik ma'adan misal İmam Şafii tarbiyeye götürdü. Ve fi hadal bab furu'un kathiratun. Nurgun tarmaq masalacı ve kulluha raci'atun ila hadi thalathatil ejnas. Hammasi shu yuqoridagi hisabiyya, hukmiyya, lafziyya degan uch turga qaytadi. Wa la khilafa baynahum anna lirrajul an yusiya ba'da mawtihi bi awladihi. Yana qarashdan yo'q dedi Alloh taolo. Bir kishi o'lib qo'yishligida bizning kichik bolalar bo'lib qolsa, bi awladi deymiz, bi awladi sig'ar demak. Bu cho'mbalning vasiyat qilganlar shu. Yetim qolgan bolalarni birsiga topilib, bir vasiyatimizni tiklab qo'ydim. Ma bolalarim yetim qoldi va ular ketishdi. Mendek qarshi bo'ldi yetim, sizlar shu butun ishlarni sizlar qo'ysa, deb topilaydi. Og'ayingizga yoki bir shogirdga masalan. Yani bunda toplash haqqi bor demakchi. Buni ittifoqga. Wa anna hadhihi khilafatun juz'iyyatun kal khilafatil uzma al-kulliyya. Ve khilafal uzma al-kulliyya demakda islom davlatining xalifaligida, davlat raisligida bu birsiga unda vasiyatning ahdat qiysi bo'ldi masalan va butun xalqning hozir bunda qilmoqchi. Men dunyodan ketaman, mendan keyin qolgandan keyin siz shu xalifalikni tutib berang, xalifa bo'lang deb bir xalifa vafot bo'lishdan ilgari keyingi xalifadan bizni vasiyat qilib tiklab qo'ysa bo'libdi dedi. Bu xilofa kulliya. Allati lil imam an yusiya biha imam al-muslimin amir al-mu'minin ana vasiyat qo'ysa bo'libdi. Mesela Abu Bakr Umarga vasiyat qo'ydi. Şunu o'xshashlar bola chaqalarni topilib birlarni vasiyat qo'yishmi bu shuni kishiltilgan bir shakli. Xilofa sagira degan bu. Har doirada bir xilofa bo'ldi. Demak, ularga xilof yo'q. Hammalar shunda bir alamga topilib qo'yish bo'ldi, yetim qolgan bolalarni demakchi. Shaydida shuni oldingi xalifa, ikkinchi xalifa vasiyat qo'yishlardan bo'ldi. Yani ashu bir yo'l emas. Tanlaydigan yo'llarning birisi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam saylamga tashrif etdi. Saylamga tashrif etdi. Sahobalar Rasululloh Abu Bakrni ko'rsatganda deb boshqa izohlagan bo'lsa-mu, sarahatan undan o'qimoq. Rasulullohning qiyashida o'sha Abu Bakrni ko'rsatdi-ku deb unda mayallashtirgan. Lekin Abu Bakrning o'zini saylam bilan bo'ldi. Saqifati Bani Sa'idada u yerdan tartishib axiran Umar o'bsidek mana va'ya o'tadi. Sa'idni tulg'ar bunda hazilat o'rniga akla qilanda bilan bayat qilgan hammadan bayat qilish undan saylandi. Bu ixtiyoridan bo'ldi. Hazrat Abu Bakr Umarni tayinlab qo'yib ketdi. Endi Umar qo'pa 6 yilda shura qilib qo'yib ketdi. Demak, buni nashqil shakli bor. Yani maksat İslam ummatining shu manfaati qo'ldansa bo'ldi demak. Bu hozir demokratik tuzumda saylashdan bo'lmas. Bizning demokratik tuzumimizda saylam degan bir shakli, uning boshqa nechta usullar bor. Ana shu islom ummati haqiqatan shunda saylab tanlagan bir bo'lsa, ishonch qilgan bir zot bo'lib qolsa, u vasiyat qilsa bo'ldi. Tanlamay o'zi podshohlarni jumhuriyat bilan o'lib, Bani Umayya, Abbasiylar xilofida zo'rliq zo'rliq bilan ta'tillandim, vasiyat qilaman. Sen asli sen dunyo kelib amir bo'lishing, amir mu'min bo'lishing asli shariat emas. Yani islom shariatidan kelmagansan. Yani o'zingni huquqini kelgancha balangman men vasiyat qilaman, islom shariati bor deb turasa, bana topqanlar. Bunisi islom shariatida ana kim bolasini o'qitdi. Hazreti Ömer balasını sen altının kişiden kılmadı o? Altını sırtlı koyup koydu. Yani tanışıp kalan çağda sen bir tarafını eğir bastırdığın mürecceh kılıp koyup koydu. Lakin Hazreti Ömer ailesiyle İbn-i Hattab ailesiyle bir adam eğir mesleğini kudurup ötep geçse yetiz o deyip balasını yakın yollatmadı. İslam tuzumu mu? Lekin padişahlarni öyle, onu kaç balısı vasiyat kılıp İslam'da vasiyat kılıç var dese, o İslam tutunuyor. Yani bütün İslam ümmeti şunu tanıttı. Mesela Abu Bakır'ın tanıdığı kim? Abu Bakır bir aylarından vasiyat kılıp geçse, ona razı oluş gerek. Çünkü aslında bu adam, aslında tanıdığı. Bu tanıdıksa şadak çıkmaydı. Wallahu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etûbü ileyk.